Sizlardan xurmo changini oldik. Xurmo changi asal 15 kun iste'mol qildik. Даже bir oyga ham bo'lgani yo'q. Men homiladorligimni bildim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda xursand bo'ldim. Juda ko'p sizlarga rahmat aytishim kelyapti. Sizlarni sababchi qilgan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Umuman yolg'on emas. Men sizlarni birinchi ko'rganimdayoq sizlarga ishongandim va ixlos bilan ichdik. Xo'jayinim kishi rost ekan, hammaga ichishligini tavsiya qilaman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun biz Saudiya Arabistonidagi dori-darmonlarimizni va mushkambar, shunaqangi xurmo changlari, tuyoqush yog'lari hammasini foydalarini aytib o'tib ketamiz va hamda yurtdoshlarimizga dastavkalarimiz bor. O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekistondagilarga Toshkentgacha dastavkalarimiz bor. 5-yanvar kunlari dastavkamiz bor inshaalloh O'zbekiston, Tojikistonlarga. Xo'p, mana boshlasak, mana bundan boshlasak agar, mana bu uchalasi gelliklar bular. Oyoq og'ri, gripp, bosh og'ri, bel og'ri, tizza og'riqlariga bular juda ham bir yaxshi foyda beradi. Bu O'zbekistonliklarning umraga keladigan insonlarning o'rtasida juda ham bir mashhur bo'lgan dorilar. Juda ham ko'p olishadi odamlar. Xo'p, mana bularni aytib o'tdik. Ana endi mana bu tuyoqush yog'larini aytsak, bu tuyoqush yog'lari ham mana bulari sal arzonrog'i, mana bulari originallari. Mana bularda ham arzonlari bor, lekin mana bu mendagilar hammasi original. Shu qimmatrog'i, sifati tozarog'i. Xo'p, mana bular ham bel og'ri, oyoq og'ri, mana shunaqangi narsalarga foyda bular ham tuyoqush. Xo'p, tuyoqush aytib ketdik. Mana bular ham, mana bu aloylar ham qichishlikka, yorilishlikka, badanlarni yumshatishlikka mana bu krem, mana shu nimalar yordam beradi. Vazelin. Bu ham bir juda ham yaxshi narsa. Xo'p, mana bu tuya yog'i ham, tuyani o'rkachi, bu ham tuya yog'i ham, bu ham juda katta foydasi katta. Bular ham bel og'ri asosan. Kimdir bundan foyda topishligi mumkin, kimdir bundan foyda topadi, kimdir tuyoqushdan. Lekin mana bu tuyani yog'i ham hozir O'zbekistonda juda ham mashhur. Mana shu yerga umraga kelgan barcha insonlarga dastavka qilamiz, olib borib beramiz. Mana bu tuya yog'lari, shamollashlar, revmatizm, mana shunaqangilarga foydasi katta. Xo'p, mana bu esa bahur, bu isiriq, bizda isiriq deydi-ku, mana shunaqangi narsa bu. Mana bu sultonmi, mushkambarlari sulton. Mana bunday mana mushkambarlar. Endi masjidlarga borganda inson xushbo'ylik uchun. Mana bu Ka'bani Hajarul Aswadni burchagidagi mushkambar, mana bu Hajarul Aswad. Mana bu ham mushkambar. Bu ham juda ham yaxshi. Bular ham internet orqali ham sotamiz va shu yerda o'zida ham men o'zim 2 yildan beri ana shu narsalar bilan shug'ullanib kelaman. Va oxiriga kelsak agar, mana bu xurmoni changi va mana shu narsa befarzandlikka, bu ham dori. Bu narsa ham hozir shu kunda befarzandliklarga juda ham ommalashib ketgan. Kelgan odamlar albatta ko'pchilik shundan olyapti. Bu qimmatrog'i, menda hozir arzonrog'i yo'q. Mana bu qimmatrog'i. Bu ham befarzandlikka bir sabab. Inshaalloh, albatta qalam Alloh taoloning qo'lida. To'g'ri sabablarini qilib, keyin buni iste'mol qilib, Allohdan so'rab, o'zini iliklari bor, qanday iste'mol qilishlik kerak. Hamma tartiblari bor. O'sha tartiblari bilan iste'mol qilib, inshaalloh Allohdan so'rasa, albatta farzand beradi. Balkim mana bu narsadan berishligi mumkin. Balkim boshqa narsadan berishligi mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha zakaz qilganlarga onlayn mana kartalarimizga pulini tashlab bersa ham 5 O'zbekiston, Tojikistonlarga 5-yanvar kunlari yetkazdirib beramiz inshaalloh. Kimda-kim agar qiziq bo'lsa, mana WhatsApp, Telegram nomerlarimizni qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ota-onalariga masalan
befarzandlarga, kimgadir mushkambarlar kerak. Hammasini chiroyli qilib yetkazdirib beramiz yaxshi narxlarda. Men o'zim mana Saudiya Arabistonida turibman. O'zimizni ofisda mana reklama qilib, dorilar juda ham ko'p hali. Zaytunlar bor, sedana nigohlari bor, tozalari bu yerlarda. Inshaalloh u narsalar ham juda ko'p shamollashlarga, organizmlarga zaytun narsalar hali ularni ham reklama qilib o'tamiz. Rahmat kattakon, inshaalloh